Mijozlardan ko'p kelib tushadigan savol nima? Mijozlardan ko'p kelib tushadigan savol shu hadoyimni ish pul ketadi. Ko'rmasdan, bilmasdan turib Instagramdan keladigan savolda endi ko'p Instagram yurg'izadiganlar o'zi biladi. Hadoyimga ish pul ketadi. Ko'p holatlarda biz javob beradigan men o'zim lichni savolga javob beraman. Olib keling, olib kelmaguncha bilib bo'lmaydi. Keyin minimalniy narx bilan maksimalniy narxga aytaman. Shunchadan shunchagacha ham ketishi mumkin. Ko'rmasdan bilib bo'lmaydi. Eng oson hadoy necha pulga bitgan? Eng oson hadoy tekinga ham bitgan. Bitta yoshi katta amaki keldi. Ayblarni topilmayotgan ekan. Shu prosta trubkasi tegib qolgan bo'lgan. Biz orqaga qaytarib shu trubkasini orasini ochib berdik. O'l ketkizib yubordi. Yaxshilab duo qilib berildi. Shu tekinga bitdi. Diagnoz qo'ya olmagan kuningiz ham bo'lganmi? Diagnoz qo'ya olmagan kunim bo'lgan. Baribir hammamiz bandamiz bo'lib turadi. Mana yaqinda masalan diagnoz qo'ya olmadim, Donfengni yurib tekshirib, hozir уже sharoit ham bo'lmay qo'ygan. G'adir-budir yo'lni tekshirib ko'rish kerak. Shuni iloji bo'lmadi. Asfalt yo'l hamma yoq tekis. Keyin oxiri vibrastent sotib oldik o'zimizga. Inshaalloh уже ishimiz ham yengil kechyapti. Oxirgi payt unaqa holat bo'lmayapti. Diagnoz qo'yamiz.